Xalq ko'rgan azobni ko'rmadi-ku. Akajon. Xo'sh, hammasi hal bo'ldimi? Bugundan boshlab ikki mamlakat o'rtasida urush oqibatlarini bartaraf etish maqsadlari qo'yildi. O'zi endigina urush boshlanganida darrov tugab qoldimi? Shunday ekan, nega boshidanoq bu haqida gaplashib olmadik? Haya, qariya nima bo'ldi? Imperatorga. U taxtdan voz kechishni tanladi. Katta ehtimol bilan uning nevarasi taxtga vorislik qilsa kerak. Nevarasi bormi? Ha, endigina 10 yoshga to'ldi. Unga kimnidir vasi qilib tayinlash kerak. O'sha 10 talikdan kimdir bo'ladi. 10 tasidan birimi? Janob Nur, ismingizni to'g'ri aytdimmi? Ha. Boya qilgan ishimiz uchun uzr. Vaziyatga noto'g'ri baho berganimizga biz ayblamaysiz degan umiddaman. Aybimizni yuvish uchun hammasiga tayyormiz. Hech kim sizlarni ayblamoqchi emas. Hech qanday iltimosni bajarishni hojati ham yo'q. Agar nimadir qilish kerak bo'lsa, keyingi safar qariyalarga to'g'ri muomala qilishni o'rganinglar. Ha, buning uchun juda ham afsusdaman. Agar o'sha paytda bizni to'xtatib qolmaganingizda, imperiyada fuqarolik urushlari boshlanishi mumkin edi. Buning uchun chin dildan minnatdormiz. Yo'q, ochig'i bunchalik iltifot shart emas. Aslida sizlar meni o'limdan qutqarib qoldinglar. Nima? Ajdarning orqasidan sakraganimdan keyin hammasi tamom bo'ldi deb o'ylagandim. Baxtimga sizlar turgan pol chiqib qoldi. Yo'qsa o'lib ketardim. Omadli qo'nish bo'libdi-da. Juda ham qiziq odam ekansiz u. Mayli, buni shunda qoldiraylik. Lekin shuni unutmang. Agar bizdan biror yordam kerak bo'lsa, bunga doim tayyormiz. Muammo tug'iladigan bo'lsa, menga xabar bering. Buning uchun hayotimizni xavf ostiga qo'yishga ham tayyormiz. Qo'yili gap yo'q. Bunga hojat bo'lmaydi. Tortinmasdan murojaat qilavering. Yetgancha shahriylarga qattiq shikast yetkazganim uchun uzr. Nur sensei. Bu yog'ini o'zimiz to'g'rilaymiz. Hozircha halok bo'lganlar haqida ma'lumot yo'q. Mamlakat bo'ylab jinoyatlar avj olgani va xalqimizga ko'proq xavf solayotgani bizni tashvishga solishi kerak. Agar biror yordam kerak bo'lsa, bemalol yetishingiz mumkin. Hech bo'lmasa qiyin ishlarimni to'g'rilab beraman. Shunaqami? Juda ham ko'ngli ochiq, mehribon inson ekansiz. Ajdar zerikibdi, uyga ketgisi kelayotgan ekan. Sizlardan uzr so'raymiz. Bundan buyon choparlar orqali xabar almashib turamiz. Ha, mayli, yaxshi yetib olinglar. Sal qolsa unutdim. Janob Nur. Ismimni aytmaganim uchun uzr. Men imperiya sehrgari Ulnik davra vakili Randeus bo'laman. Tushunarli. Randeus shunaqamidi? Eslab qolarman. Balki. Bir kun kelib siz bilan yana ko'rishamiz degan umiddaman. Mayli, ko'rishguncha. Xo'sh, uchamiz. Rolo, undan so'ra. Yerga yaqinroq uchishni iloji bormi? Ha, hozir. Nur sensei. Bu yerga yetkazilgan talafotlar uchun juda ham qayg'urayotganga o'xshaydi. Juda ham mehribon insonda. Undan ko'p narsalarni o'rganishim kerak. Eson-omon, qaytib oldik. Urushga yakun yasadik. Muzokara o'tkazishni talab qilganim uchun uzr so'rayman. Batafsilni keyinroq aytib berarsan. Undan oldin xaloskorimizga minnatdorchilik bildirishim kerak. Ha, janob Nur jangda juda katta yordam ko'rsatdi. Buni albatta munosib taqdirlashimiz kerak. Yo'q, taqdirlashish shart emas. Nima? Bundan juda ham xursandman, lekin menga hech narsa kerak emas. Yo'q, bu safar shunchaki rad etib keta olmaysan. Seni albatta munosib qilib taqdirlashim kerak. Yo'qsa bu sharmandalik ish bo'lardi. To'g'ri, lekin namochi bu odamni majburlashib urishadi. Xohlamayman dedimmi bo'ldi. Mayli. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Mana bu boshqa gap. Qani bemalol aytver. Sizlardan mana shu bolaga yordam berishinglarni so'rayman. Nima? Mengami? Bu bola iblislar xalqidan, to'g'rimi? Ha, uni hozir hech kimi yo'q. Savdogarlar o'zini yolg'iz tashlab ketishgan. Xo'sh, iltimosim qanaqa? Uni shu yerda yashashiga ruxsat bering.
Boshqa fuqarolarga o'xshab, u ham sizni xalqingiz bo'lishini xohlayman. Biz birga yashaymiz degandim, lekin uni kambag'allikda yashashini umuman xohlamayman. Undan ko'ra boy oila bilan ta'minlab berganim ming marta yaxshi. Nor sensei. Menga uy va yer beraman degandingiz, to'g'rimi? Shuni o'ylab ko'rsak yaxshi ish bo'lardi. Agar yana iloj bo'lsa, kiyim va ovqatlar ham bersangiz degandim. Muammo yo'q. Lekin bundan oldin bolakay qirollik fuqaroligini qabul qilish kerak. Hoy, o'zing shuni xohlaysanmi? U hayotimni ko'p marta saqlab qoldi. Shundoq bahaybat ajdarda menga bo'ysunib yurishiga sabab aynan uni deb bo'ldi. Yo'q, aksincha sizda. Kamtarlik qilmasenchi. Agar roli bo'lmaganda, urush bunchalik tez tugamagan bo'lardi. Sizdan shuni xohlayman. U so'rayotgan narsa biz uchun muqaddas Mitra iblis xalqini dushman deb e'lon qilgan. Qirolligimiz esa Mitraga ergashadi. Bu esa o'rtada kelishmovchilikka sabab bo'lishi mumkin. Yana shuni aytishim kerak. Bundan boshqa hech narsa menga kerak emas. Agar boshqa biror narsa bilan taqdirlamoqchi bo'lsanglar, muhtoj odamlarga berganinglar ma'qul. Shundoq ham uyini yo'qotganlar soni 1000 ta topiladi. Yana barcha resurslarni shu ishlarga yo'naltirishingiz kerak, shunday emasmi? Gaplaring to'g'ri. Aslini olganda, sen mutlaqo haqsan. Omadim keldi. Agar qayta tug'ilsam, keyingi safarga hayotim bunchalik beshafqat bo'lmasdi, deb umid qilib yashadim. Biroz bo'lsa-da atrofimdagilar uchun foydaliroq bo'lishga umid qilaman. Va yana, balki hech bo'lmasa bir marta mazali ovqat yeyish baxtiga muyassar bo'larman. Bundan buyog'iga men bilan birga shu yerda yashashing mumkin. Uyingga xush kelibsan, Rolo. Nima bo'ldi? Biz uchun mazali ovqat tayyorlashgan. Tezroq yemasang sovib qoladi. Nima, men ham yesam bo'ladimi? Albatta yesang bo'ladi. Kechki ovqat sen uchun ham. Yoki senga yoqmaydigan nimadir bor ekanmi? Bular hammasi haqiqiymi? Qani, olaver, uyalma. Xohlaganingni yever, hech kim sendan jahli chiqmaydi. Hammasini yesang ham mayli. Xo'p. Hammasi uchun rahmat. Yumshoq ekan. Nimadir bo'ldimi? Judayam mazali ekan. Bemalol shoshilmasdan yever. Hech kim sendan olib qo'ymaydi. O'n birinchi qism. Ilohlar qahrini qaytaraman.